Buxoro yoshlari gazetasi nafaqat axborot manbai, balki yuzlab yoshlarning fikrlar minbaridir. Bugun biz ana shu gazetaning ijodiy muhiti, yaratilish tarixi hamda yoshlarning hayotidagi o'rni haqida suhbatlashamiz. Buxoro yoshlari gazetasi 2001-yilda Kamolot yoshlari ijtimoiy harakati Buxoro viloyati kengashi muassisligida tashkil etilgan. Bugun gazeta yoshlar orasida o'z o'rni va nufuziga ega bo'lgan, milliy g'oya va ma'naviyatni targ'ib etuvchi muhim nashrga aylangan. Buxoro yoshlari gazetasi va yoshlar o'rtasida o'z o'rni va nufuziga ega bo'lgan ommabop gazetalardan biridir. Yillar davomida u yoshlarning chin ma'nodagi minbariga, sevimli va ishonchli axborot manbaiga aylangan. Dastlabki yillarda nashrning shakllanishi va taraqqiyotida jurnalist Saidburxon Qodirovning harakatlari muhim o'rin tutgan. U 2010-yilgacha gazeta bosh muharriri lavozimida samarali faoliyat olib borib, nashrning mazmunan boy va o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishiga katta hissa qo'shgan. 2011-yil dekabr oyidan boshlab texnik imkoniyatlar bilan bog'liq muammolar sabab gazeta Navoiy viloyatidagi Do'stlik bayrog'i gazetasi tahririyatida sahifalangan va A3 format bilan Buxoro tarixidagi ilk rangli gazeta chop etila boshlangan. Bu esa Buxoro yoshlari gazetasining tashqi ko'rinishi va sifatini yangi bosqichga olib chiqdi. 2013-yilda gazeta bosh muharriri lavozimiga Jamol Nosirov tavsiya etildi. Uning davrida nashrning ta'sirchanligi va o'qimishliligi sezilarli darajada oshdi. 2014-yilda gazeta bosh muharririning Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputat etib saylanganligi munosabati bilan bosh muharrir lavozimiga Laylo Hayitova tayinlandi. Uning rahbarligi ham nashr o'z an'analariga sodiq qolgan holda mazmunan boy, zamon talablari darajasiga bo'lish yo'lida izchil faoliyat yuritmoqda. Gazetani chiqarish boshqa ommaviy axborot vositalariga nisbatan xizmati ishi ancha qiyinroq. Ya'ni gazeta toki o'sha bosmadan chiqquncha juda ko'plab jarayonlar, juda ko'plab bosqichlarni bosib o'tish kerak. Masalan, gazeta muxbir tomonidan yozib kelinadi, gazetaga materiallar tayyorlanadi, u tahririyatda ko'rib chiqiladi va keyin tahrir boshlanadi. Tahrirdan keyin bu dizaynerga topshiriladi. Dizaynerga topshirilgandan keyin sahifalovchi bizga elektron tarzda jo'natadi. Biz har bir sahifani printerdan chiqaramizda, uni xato kamchiliklarini bitta-bitta o'qiymiz. Harf-harf, so'zma-so'z 3 marta qaytib o'qib chiqiladi. Xato kamchiliklar tuzatiladi, mazmuni, mohiyati hammasi tuzatilgandan keyin bu bosmaga jo'natiladi. Nima sababdan biz Qarshi shahridan chiqarib kelyapmiz? Chunki Qarshida o'sha bosma nashrlarga bir tomondan e'tibor kuchli va ikkinchi tarafdan bosmaxonalarni o'zida faoliyat juda tizimli yo'lga qo'yilgan, sifatli ranglarga e'tibor beriladi. Buxoro viloyat bosmaxonasidan chop etiladi, lekin sifatdorlik ancha tushib ketgandan keyin biz majbur bo'ldik Qarshi shahridagi bosmaxonalardan biri bilan hamkorlikda faoliyat yuritishga. Bu bizga biroz qiyinchilik, moddiy jihatdan ham biroz ziyon yetkazishi mumkin, lekin biz gazetaxon oldida qarzdormiz va o'sha gazetani sifatli darajaga yetkazib berishimiz kerak. Iqtisodiy jihatdan murakkab sharoitga qaramay, bosma nashrlarning aksariyati tanazzulga yuz tutayotgan bir davrda ham biz aholining o'qimishliligini oshirish maqsadida tinimsiz mehnat qilmoqdamiz. Kam maosh bo'lishiga qaramasdan o'z kasbimizga sadoqat bilan ishlashda davom etamiz, deydi bosh muharrir Laylo Hayitova. Buxoro yoshlari gazetasi tahririyatida 2 nafar ijodiy xodim, 2 nafar texnik xodim hamda 1 nafar hisobchi samarali mehnat qilmoqda. Ishchi xodimlar uchun qulay mehnat sharoitini yaratish maqsadida tahririyat xonasi zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlangan. Buxoro yoshlari bugun nafaqat axborot tarqatuvchi nashr, balki yoshlar fikrini shakllantiruvchi, ularning ma'naviy dunyosini boyituvchi muhim maktab vazifasini ham o'tamoqda. Bu gazeta yoshlar hayotida doimo dolzarb, doimo e'tibor markazida bo'lib qoladi.